Men bunaqa qashshoq, bir kambag'al emas edim, o'zimni tutgan odam edim. Hammasi ketibdi ukajon. Shu to'plab jamlaganlaringiz hammasi shu operatsiya Do'rov qo'lga. Birinchi operatsiyasi haqida aytib berib bilasizmi? Birinchi operatsiyam 2023-yil noyabr oyida, 3-noyabrda bo'ldi. O'g'il больницада bo'ldi. O'g'il больницада bo'ldi. Ana bu kasal oyog'im nima qilib, chap oyog'imga tromb qochdi. Keyin dekabr oyida Toshmida operatsiya bo'ldim. Toshmida ham juda nito bo'ldi. Oyog'im shishib ketdi, ko'karib ketdi shunday. Ko'p bo'lib qoldi-da. Keyin biz yana Toshkentga ketdik. Hozirgi navbatda sizga yana Toshkentga borib, srochna operatsiya qilish kerak. Srochna operatsiya endi aytibdilarki, bu yerdan tomir olamizda, o'sha songa implant qo'yilgan-ku, o'shani olib tashlab, o'zingizni tomiringizni qo'yamiz endi deyishyapti. Lekin ana ko'ringlar, har bitta operatsiyamga 60 million, 70 million pul ketyapti. 7 operatsiyani boshdan kechirgandan keyin 8-operatsiyaga mablag'lar yetishmovchiligi sababli sizlarga murojaat bilan chiqyapmiz. Har bitta operatsiyamiz 50 million, 60 million atrofida bo'lyapti. Men bunaqa qashshoq, bir kambag'al emas edim, o'zimni tutgan odam edim. Hammasi ketibdi ukajon. Shu to'plab jamlaganlaringiz hammasi shu operatsiya Do'rov qo'lga. Birinchi operatsiyasi haqida aytib berib bilasizmi? Birinchi operatsiyam 2023-yil noyabr oyida, 3-noyabrda bo'ldi. O'g'il больницада bo'ldi. O'g'il больницада bo'ldi. Ana bu kasal oyog'im nima qilib, chap oyog'imga tromb qochdi. Keyin dekabr oyida Toshmida operatsiya bo'ldim. Toshmida ham juda nito bo'ldi. Oyog'im shishib ketdi, ko'karib ketdi shunday. Ko'p bo'lib qoldi-da. Keyin biz yana Toshkentga ketdik. Hozirgi navbatda sizga yana Toshkentga borib, srochna operatsiya qilish kerak. Srochna operatsiya endi aytibdilarki, bu yerdan tomir olamizda, o'sha songa implant qo'yilgan-ku, o'shani olib tashlab, o'zingizni tomiringizni qo'yamiz endi deyishyapti. Lekin ana ko'ringlar, har bitta operatsiyamga 60 million, 70 million pul ketyapti. 7 operatsiyani boshdan kechirgandan keyin 8-operatsiyaga mablag'lar yetishmovchiligi sababli sizlarga murojaat bilan chiqyapmiz. Har bitta operatsiyamiz 50 million, 60 million atrofida bo'lyapti. Men bunaqa qashshoq, bir kambag'al emas edim, o'zimni tutgan odam edim. Hammasi ketibdi ukajon. Shu to'plab jamlaganlaringiz hammasi shu operatsiya Do'rov qo'lga. Birinchi operatsiyasi haqida aytib berib bilasizmi? Birinchi operatsiyam 2023-yil noyabr oyida, 3-noyabrda bo'ldi. O'g'il больницада bo'ldi. Ana bu kasal oyog'im nima qilib, chap oyog'imga tromb qochdi. Keyin dekabr oyida Toshmida operatsiya bo'ldim. Toshmida ham juda nito bo'ldi. Oyog'im shishib ketdi, ko'karib ketdi shunday. Ko'p bo'lib qoldi-da. Keyin biz yana Toshkentga ketdik. Hozirgi navbatda sizga yana Toshkentga borib, srochna operatsiya qilish kerak. Srochna operatsiya endi aytibdilarki, bu yerdan tomir olamizda, o'sha songa implant qo'yilgan-ku, o'shani olib tashlab, o'zingizni tomiringizni qo'yamiz endi deyishyapti. Lekin ana ko'ringlar, har bitta operatsiyamga 60 million, 70 million pul ketyapti. 7 operatsiyani boshdan kechirgandan keyin 8-operatsiyaga mablag'lar yetishmovchiligi sababli sizlarga murojaat bilan chiqyapmiz. Har bitta operatsiyamiz 50 million, 60 million atrofida bo'lyapti.